Ro'zadan keyin qanday taomlanish lozim? Ramazon oyida 30 kunlik ro'za tutganda inson organizmi ushbu taomlanish tarziga o'rganib qoladi. Shu sababli odatiy hayotga qaytishda quyidagi qoidalarga amal qiling. Birinchi navbatda, organizm suvsizlanish holatlarini to'g'irlash uchun kun davomida suyuqlik ichib yurish lozim. Suv juda issiq ham, sovuq ham bo'lmasligi kerak. Kuniga 3 mahal taomlanishda ovqatni asosan suyuq ovqatdan boshlash lozim. Foydali mevalar va salatlarni ko'proq iste'mol qilish lozim. Organizmda shu orqali vitamin yetishmovchilik holatlari to'g'irlanadi. Ertalab ishtaha bo'lmasligi kuzatilganda, kechki taomni vaqtliroq iste'mol qilish va kunni iliq suv bilan boshlash lozim. Pala-partish ovqatlanish tavsiya etilmaydi. Ro'za tutishdan keyin dastlabki 10-14 kun ichida organizmni odatiy hayotga o'rgatib borish lozim. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.